O'rta Osiyodagi musulmonlar shunday insonlarki, agar musulmonlardan g'arbda yoki boshqa bir uzoq o'lkalarda zulm ko'radigan bo'lsa ham, ular befarq bo'lishmaydi. Bizlar Murray Qablar Hayriya jamoasi olarak so'nggi kunlarda bir necha videolar yayınladik. Ya'ni G'azzodagi musulmonlarga sizlarning yordamlaringizni ulashtirganimiz, ularga yordamlaringizni yetkazganliklarimizga oid videolarni taqdim qildik. Va Allohga hamd bo'lsinki, juda ham ko'plab aka-uka opa-singillarimiz G'azzodagi musulmon qardoshlar uchun, mazlumlar uchun yordamga oshiqishdi. Juda ko'p aka-uka opa-singillarimiz ihsonlar qilishdi. Va bizlar ham Murray Qablar Hayriya jamoasi olarak G'azzodagi musulmon qardoshlarimiz uchun ihsonlariga chodirlar qurib berdik va issiq taomlar ulashdik, toza ichimlik suvlari ulashdik va yordamlaringizni ulashtirib kelyapmiz. Alloh taolo ihson qilgan aka-uka opa-singillarimizdan qabul qilsin va ularni Firdavs jannatlari bilan mukofotlasin. Bugun ham ko'rib turganinglardek G'azzodagi mazlumlarga og'ir sharoitlarda chodirlarda yashayotgan musulmonlar uchun sizlarning yuborayotgan ihsonlaringizga yordam paketlarini tayyorlab, u yerdagi mazlum nochor xalqqa ulashtirdik. Alloh taolo G'azzoda qiyinchilik ko'rayotgan, mana bunday qishni sovuq kunlarda, yog'ingarchilik kunlarda chodirlarda yashayotgan musulmonlarga ofiyat bersin. Va ularni quvontirayotgan, ularga yordamga shoshilayotgan aka-uka opa-singillarimizni ham Alloh taolo ularni Firdavs va Naim jannatlar bilan mukofotlasin. Agar sizlar ham ihsonkorlar karvoniga qo'shilib, mana bunday qishni sovuq kunlarda og'ir sharoitlarda yashayotgan mazlumlarga o'z yordamlaringizni, o'z ihsonlaringizni ulashtirishsanglar, bizni aloqa manzilimizga chiqishlari mumkin. Bizlar ham imkon qadar yordamlarni tezkor shaklda G'azzodagi mazlum qardoshlarimizga ulashtirishga davom etamiz. Alloh taolo sizlardan va bizlardan qabul qilsin. Alloh taolo zolimlarga o'zi kifoya qilsin, mazlumlarga ofiyat bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.